Esinglarda bo'lsa, Jumanazar 1 million bo'lsa, Islom aka mashinalarini Jumanazarga beraman deganda, o'sha kunlar mana keldi. Jumanazar 1 million bo'ldi, ko'z tegmasin. Bundan ham zo'r bo'lsin. Endi Islom aka mashinani topshirish qoldi. Mashina qachon topshiriladi? 30-iyun kuni Urgutdagi Istirohat bog'i stadionida tantanali ravishda Islom aka mashinalarini ichlari achibmi endi bilmayman, qayerlari kuyukmi, majbur mashinani endi topshiradi. Lavz haqiqatan yaxshi kunlarga mening Jumanazar mazza qilib mening hamma Jumanazarning muxlislarini, podpischiklarini Urgut shahridagi o'sha Istirohat bog'idagi stadionda kutib qolamiz. Hammanglar kelinglar, Jumanazarni qo'llab-quvvatlab turinglar. Katta konsert dasturi ham bo'ladi. Ana shunday. Qo'shiqchilar soatini ham aytib ketardik. 20:00 8 da. Ha, 8. Demak, kechki 8 da bo'lar ekan. Hammanglar kelasizlar, mazza qilib, konsertdan dam olib, sovg'alar ham olib ketsanglar bo'lar ekan. Homiylar sovg'alar tayyorlab qo'ygan, ularni ham olib ketsanglar bo'ladi. Omad. Xudo xolasa endi 10 millionlik manalarni o'rgatsin. Gap yo'q. Charchamaylar.